Qadrli obunachilar, Gulbahorni qamoqdan chiqqani haqida video qilgandim. Ko'pchilik izohga yozgandi, qani ko'rsating qamoqdan chiqqan bo'lsa, yolg'on ma'lumot yo'q deb. TikTokdagi efirimga ham qo'shildi Gulbahor. 3 kun oldin efir qilganimda hozir menga videoni tashlab berdi. O'zlaring ham balki ko'rgan bo'lishi mumkin. Instagramda Turkiya Istanbuldagi o'zbek xotin-qizlarning haqlarini himoya qilish jamiyatida Ozod opani oldiga borib video murojaat qilgan. Ya'ni rahmat aytgan. Sizlarga rahmat aytgan Ozod opaga, menga, davlatimizga, konsulxonamizga. Bu Gulbahorning xatosini takrorlamanglar. Ishlash uchun borganlardan keyin, mehnat qilish uchun borganlardan keyin begona odamga ishonmanglar. Uni millatidan ahamiyati yo'q. Turk bo'ladimi, qozoq bo'ladimi, qirg'izmi, rusmi, o'zbekmi? Begona odamdan uzoq yurishga harakat qiling. Men Gulbahor Jumaniyazova. Allohga çok şükür chiqdim. Sizlarning sayangizda xalqimni, millatimni, hammangizni sayasida Allohga çok şükür chiqdim. Hammangize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ama çok kötü günlerini de gördüm. Çok şükür iyi günlerim de geldi. Özbekistan konsolosluğuna, Özbekistan devletime, eyvallah hammasine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah hepsi yaxshi bo'ladi. Judayam xursandman. Boshda anaqa bo'ldi, to'g'risi judayam o'zimni yabancı, hiç kimsesi yok gibi bir insan gibi hissettim. Allah'ıma çok şükür herkes yanımda oldu. Programga borarken kendimge güvenerek, işanıp çıktım. Nima deyince hayatta hiç kaçan, hiç kimsenin hakkını da yemedim bu zamana kadar. Onu ham hakkını yeganim yok. İspatımda, dalilimde, güvendikimde özüme, kendime güvendikim için çıkandım. Bu yerda lekin özümü bir yabancı gibi his qilib, kimsesi yok gibi his qildim. Beknazar akamga judayam rahmat aytaman. Yordam qildi. Ozod opamning numarasini berdi. Ozod opamga oxirgi momentda yozdim. Teşekkür, minnatdorim. Men Ozod opaga telefon qilgan paytim birdan polislar kelib, anaqa qilishdi. Ozod opamga ulasha olmay qoldim. Telefonda gaplasha olmay qoldim. Konumini da attım. Telefonumu olib qo'yishgan uchun hech kimga ulashamadim. Allohdan Ozod opamga konum attım, kelishdi. Meni Adliya vazirligiga olib ketishganda to'g'ri suddan qamoqxonaga olib ketishdi. Qamoqxonaga olib ketishganida to'g'risi juda ham qo'rqdim. Hayotimda hech qachon qamoqxona ko'rmaganman. Ozod opamga rahmat, izimdan kelishdi, yordamini qilishdi. Qamoqxonalargacha kelib, yordamini qilib, advokatlar kelib, pullarni tashlashib, hammasi orqamda turdi. Millatim, yurtim, insonlar hammasi orqamda turdi. Juda ham xursandman. Hammasidan minnatdorman. Arkadaşlarımdan ham. Qamoqxonada ham orqamda davlatim turganiga, hamma turganiga ishonardim. Alloh buyuk. İnşallah chiqasan, oqlanasan deyishdi. Mingdan ming rahmat hammangizga. Juda ham xursandman. İnşallah ochiq yuz bilan oqlanaman. O'zimga ham, Allohga, herkesga ishonaman. Vatanimga qaytishni istayman. Taxliya oldik zamoni juda ham yig'lab yomon bo'ldim to'g'risi. Shunday kelishdi. Gulbahorda Jumaniyazov taxliya deyishdi. Arkadaşlarım, xonadoshlarim hammasi baqir, chaqir qilib, shunday quchoqlab yig'lashdi hammasi. Ko'rdingmi, oqlanding, mana taxliya olding. Millating, xalqing hammasi sen tarafdan, biz ham sen tarafdan ishonamiz senga deb juda ham xursand bo'ldim to'g'risi. Ko'rdinglar, Gulbahor Turkiya fuqarosi bilan shunaqa muammoga kirgan bo'lsa, undan oldin yanvar oyida, fevral oyida o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz tomonidan yurtdoshlarimiz o'ldirilgan holati ham bo'ldi. Ya'ni ular endi umuman chet ellik emas, o'zimizda O'zbekistonliklar, ya'ni begona odamlardan maksimal darajada uzoqroq yurasizlar degan maslahatni bermoqchiman. Videoga like bosib, sahnamizga obuna bo'linglar. Bundan keyingi qiziqarli videolarni ham biz YouTube kanalimizga qo'yib boramiz.